Butun dunyo bo'ylab Instagramni portlatgan ushbu shirinlikni men ham tayyorlab ko'rdim. Videoga bir dona yurakchani bosib qo'ysanglar, sizlar bilan retseptini ham bo'lishaman. Minglab insonlarning ko'nglidan joy olgan ushbu shirinlikning nomi krem karamel ekan. Ishimni karamel tayyorlashdan boshlab oldim. Karamel tayyorlashda tegiga olmaydigan nechta naborlaridan foydalandim. Aytgancha bitta narsa aytaman, 30% chegirmada sizlar ham nechta naborlarini xarid qilib olsanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek shakarni shunday gazga qo'ydim, eridi hamki, ustidan suv quyib karamelimizni tayyor holatga keltirib oldim. Boshqa idishimizga 5 ta tuxumni yaxshilab penka qilib olib, ustidan sug'ushonka 400 gramm pure milkining qaymoqlaridan qo'shib, aynan 45% ozginagina vanilin solib, yana bitta ko'pirtiramiz. Un hamda kukuruznik kraxmal solib, bitta aralashtiramiz. Aynan qolipga solingan usti qotgan karamel ustidan quyamiz. Suv parnoy qilib, ustiga folga yopib, aynan 1 soatga 175 gradusda pishirib olamiz. Issiqligida tegmaymiz, sovuq holatida adarsanglar, shundoq karamellar ustidan oqib tushadi. Ishonsanglar, o'xshaydimi, tavakkal tayyorlagandim, lekin men o'ylaganimdan ham ideal darajada tayyor bo'lib chiqdi. Aynan ushbu shirinlikni bemalol zakazga tayyorlab, yaxshigina daromad qilsanglar bo'ladi. Qizlar, mazasiga keladigan bo'lsak, xuddi cheesecake mazasini ko'ppiya o'zi. Endi sizlar insof bilan aytinglar, ushbu shirinlikka o'xshadimi, o'xshamadimi? Izohlarda fikringizni kutib qolaman. Videoni hoziroq saqlanch qilib, yaqinlarga videoni yuborib qo'yinglar.